Qalbingdagi ozorni yashirishni o'rgan. Senga bu tuyg'u tanishmi? Ochig'i shunaqa desa ham bo'ladi. Ikkita xulosa chiqargan. Birinchisi, hech qachon hech kimga zaifligimni ko'rsatmayman. Ikkinchisi-chi? Agar hamma seni ayyor va shafqatsiz deb hisoblasa, unda boshqacha bo'ladi. Afsus. Kecha bola edim, bugun ulg'aydim. O'tgan fursatlarim tushga o'xshaydi. Murg'ak bolajondan asar yo'q, ammo qalbimda bolalik hamon yashaydi. Umr oqar suvdek o'tar o'rsimda. Beg'ubor paytlarni ko'ngil xumsaydi. Dardning neligini bilmasdik unda